Endi bizda sifatli ruhlilar ham bo'ladi. Mana ruhlilarni hammasini, mana bunaqa narsalarni hammasini chiqargan joyiga kelganmiz. Birinchi qo'ldan mana shunday sifatli texnikalarni olsalaringiz bo'ladi. Mana hammasini xudo xolasa tez kunda mana shu mahsulotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Mana shu narsalarni hammasini yetkazishga harakat qilamiz. Terish jarayoni, elektronikasi. Bundan bitta ishxonaga ham qo'yib qo'yamiz. Texnikalar birinchi qo'ldan olasizlar endi, xudo xolasa mana shu texnikalarni hammasini birinchi qo'ldan xarid qilasizlar. Narxi bomba bo'ladi. Narxini o'ta darajada kelishgan holda chiqaramiz. Narxlarni hammasini kelishuv asosida mana sifatlari o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Pakotni qilgan. 多少？5000公斤。5 tonna, 3 tonna deyapti. 可以压5000公斤。 tonna, ha. Okay. 可以压5000公斤，拿5000公斤的货。 Balonlari, sifatli balonlar. Bizda mana zapchaslar alohida. Yig'ilish jarayonini ko'ramiz mana. Qanaqa ishlab chiqariladi o'zi bu? Qanday yig'iladi bular? Hammasini birin-ketin ko'rib boramiz mana. Mana alohida shu bankratlari hammasini 100%. Mana ko'ryapsizlar qanaqa tashkilotlar, qanaqa press apparatlar. Okay, thank you. Mana balonlar hamma yoq bor. Ular hammasi o'zimizdan chiqadi mana. Hammasi mana shu hamkorlarimiz zavodidan. Bular qanaqadir o'rtaklashgan emas mana. Pramo birinchi qo'ldan. Lekin sifatli, sifat birinchi o'rinda mana. Hamma qoziqlari-yu hammasi sifatli. Bu juda ham sifati yuqori zavod. Bu yerda mana hammasi sifatli tovarlar. Mana bu yerda pukovka bo'lyapti mana. Eksportga mana 3 tonna. 3 tonna. Yana Jingli. Jingli. Bularni xudo xolasa hammasini Roxon qilamiz. Roxon bilan mana shu texnikalarni hammasini O'zbekistonga yetkazishga harakat qilamiz. Roxon. Hamma yoq Roxon bo'ladi. Mana. Hammasi tayyor holda. Buni eksportga chiqariladi. Mana laganlari. Mana. Sifat. Listlar mana hammasi. Sifatini ko'ryapsizlarmi?